Ahmad, nima qilyapsan? Ketdim abetga. Mani xo'jayinda ishim bor. Nima ishing bor? Yangi loyihalar o'ylab qo'ydim. Hop. Shuni xo'jayinga yetkazishim kerak. Sen do'dir loyiha kimga kerak? Xo'jayini kallasi sanikidan yaxshi desa. Nima qilasan mana shunaqa ovor bo'lib? Minnatdor bo'larmidi shuni? Maslahatda yordam bo'ladi, ancha. Qanaqa maslahat bu? Bitta 82, bitta 58 kvadratli uylarni bizdan uy olganlarga sovg'a qilsa, yangi yil oldin hamma xursand bo'ladi. Do'dir, otgan yoqqa yurna ko'ra abetlanamiz. Yur. Ay malades, zo'r o'ylabsan. Odamlarga xonadon bersang xursand bo'ladi yangi yil oldi. Bunaqa loyihalarni ko'p-ko'p qilib turlaring, tushundilaringmi? Sen gapiryapmi? Nima pichirishyapsanlar? O'zi mani ideyam edi-yu. Qatta seni ideyang bo'ladi, o'zi ikkita gap bir-biriga zo'r qo'shib gapirsang. Boshingni qil. Sen tushundingmi? O'zing boshqa ish bo'lgan mana ishga. Xo'p bo'ladi. Rahmat, o'zing ishonganingiz uchun rahmat. Odam ekansan. Mani ideyam. Rost, mani ideyam xo'jayinga o'ziniki dod. Bolalar, men yangi ishga kelgandim-da, ozgina ishni tushuntirib yuboramisizlarmi? Manchalik hech kim bu yerda bilmaydi yaxshi. Yuring sizga ko'rsataman. Bu 58 kvadratli xonadonimiz. Bu chizmasi. Yuring 82 kvadratli ko'rsataman. Yuring. Vaqti zo'r bo'lgan. Bu 82 kvadratli xonadonimiz. Kattaligini qarang, maza qilib yashaymiz. Nima? Yo, yutib olgan odamlar maza qilib yashaydi. Aksiyada yuring. Yotoqxonasini ko'rsataman. Ko'rasiz, qurilishlar avjida. Shu ikkita xonadonni aksiyaga qo'yganmiz. Xo'jayinlarlik 9 oldilar, yangi. O'shani ham qo'shib yuboring demoqchiman. Nima deysiz shunga? Zo'r. Borib aytmoqchiman. Odamlar xursand bo'lsa yaxshi-da. Voy, lekin men buni zo'r o'ylabsiz. Qo'yavering, men o'zimga boshqasini olib olaman. Yaxshi mashina edi o'zi. Zo'r-a? Ham uy ham mashina yutib olishadi. Keyinchi 4 million 900 ming so'm oyiga to'lab turib, 3 xonali xonadon xarid qilishlari mumkin. Keyin xarid qilishsa, o'yinda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Voy, rostdan o'yinda qatnashadi. 25-dekabr kuni. Ha, bo'lmasa qarang, 24-da to'lagan odamga ham shu aksiyaga qo'shib yuboringlar, xo'pmi? Xo'jayin, kim qo'ydirdi? 900. Maftunaxon, Kechasi bilan men idea qilib chiqdimmi buni? Ahmad, javoshirib yormading bu safar? Yalmog'iz darrov ko'chirdingmi? Tuhmat qilma Maftunaxonga. Xo'jayin, men ideyam edi. To'rga qarshidan bo'shading.